Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizda bizda ajoyib yangilik Jack X8 modellarimiz uchun rasrochkani e'lon qildik. Bu modellarimiz hozirgi kunda avtokredit, nafto'lov hamda rasrochkada olib chiqsangiz bo'ladi. Rasrochkani shart qoidalariga keladigan bo'lsak, boshlang'ich to'lov 50% ni to'lab turib, qolgan summasini 13 oyga 0% ustalar bilan olib chiqsangiz bo'ladi. Hech qanday ustiga qo'shimcha doplata bo'lmaydi. 13 oyga bemalol xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Mashinalar ichida tayyor, to'lovni qildingizmi, mashinani yarim soat ichida nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Xo'p, bu modelimizning xarakteristikasiga modellarga keladigan bo'lsak, bu modelimiz 4 xil model bo'ladi, 4 xil pozitsiyada bo'ladi. Frontavar, tentovka, shassi hamda bartava modellari bo'ladi. Undan tashqari bu modellarimiz sotuvda tayyor aytganimda, servis xizmatlari mavjud, original bo'lgan ehtiyot qismlari mavjud, avtosalonni o'zida tashkil topgan. Bu modelimizda motori 2 lik atmosferni, ot kuchiga keladigan bo'lsak 140 tonni tashkil etadi. Bu modelimiz salon qismida 3 kishi o'tirib ketadi, bemalol B kategoriya bilan boshqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari bortiga keladigan bo'lsak, bort hajmi 320 bo'ladi. Bu modelimizni hozirgi kunda nalichda aytganimda olib ketasiz va yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, yuk ko'tarishlari ham ko'rib turganingiz 2 tonna kitobda yozilganligi aslida bemalol 4 tonagacha yuk ko'tarib bera oladi. Orqa balon, qo'sh balon 13 hajmlik bo'ladi, oldi balon esa yakka balon 15 hajmlik bo'ladi. Orqasida 2 qachqa resor turibdi, undan tashqari yurishni mягкий qilib beradi. Motorimiz esa atmosferni bo'lgani uchun bunda bemalol metan propan uстановка qilib yursangiz bo'ladi. Benzin tanlamaydi. Bu modelimizda rasxotiga keladigan bo'lsak, rasxoti atiga shahar ichiga 10 tani tashkil etadi. Baribir endi bo'ladigan yukiga ham qarab rasxot qiladi. Manzilimiz hali ham o'zgarmagan. Manzilimiz Navoiy viloyatida, Karmana tumanida, Yangi yo'lga Regal gazetasidan shunday qarab qaytishingizda transport boshqarmasining ro'parasidagi Toshkent motor savdo saloni. Kimga agar bu modellar qiziq bo'ladigan bo'lsa, rasrochka olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga telefon raqamingizni yozib qoldiring va ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin. Toshkent Motors saqoling, Toshkent Motors qiymatdan ustun.